Doktor, egizim bek puraytı mene. Bu egiz puraş zaten nima sebepten kelip chiqato deb savol so'rayotganlar bek jiq. Endi egiz purashninki sabablari bek ko'p. Masalan, tamaki cheksangizmi egizingiz puraydi. Bu vaqtliqku. Samsaq yesangizmi egiz puraydi. Spirtli ichimliklarni ichsangizmi egizingiz puraydi. Endi yana uningdan bilak nima sabablardan egiz puraydi degan chaqda birinchisi mushu tishdagi har xil tish kasalliklar. Egizdagi har xil yara, mudur chaqlarning sababidanmi egizni ayt asallam egiz purashni keltirib chiqarib qo'ydi. Uningdan bilak hazm qilish sistemasiga kasalliklar. Masalan, mushu oshqozon o't kasalliklar, oshqozondagi yalluq, oshqozon yarasi, bu sababdan oshqozon kislotasi miqdori eshib ketib, eg'iz purashni keltirib chiqarib qo'ydi. Uningdan bilak mushu qani seyish kasallik. Bu qani seyish kasalligi kontrol qilinmagan ahvol ostidami, bu bemorning o'zi ketondan zaharlangan chaqida tiniqqa ashunda suydik, ses qilib ahvolni keltirib qo'ydi. Yana birisi o'pkadagi kasalliklar. Bulapma o'pka rakidir. Odatda o'pka rakilab qolgan odamning tiniqi bir xil jasadning puruqidek puraydi. Şoňa bu puraklygy türi her xil. Bäzänlerinki içip qolgan tuxumday puraydi. Bunu köpraqı biz öt keselliklerinde, öt taş keselliklerinde bulmalarımız. Onundan bilak aşqazan sebebinden kelip chiqqan puraqlar var. Ulu bir xil bədboy puraydi. Şunun asasen aşqazan emasida varken dep qaraymiz. Endi men kichik ösmür balalardaki şu egiz purash köpraqı üçey meselesinden kelip chiqqan. Üçeyde tamakların hazm bo'lishi yaxshi bo'lmagan chog'ida üçeyni asan gaz o'lab aşqazan tarafdan yuqoriga bu yerda egiz purash kelib chiqadi. Şoňa egiz purash nuqul holdagi tishninki egiz boshqariga kasalliklar bo'lmasdan balkim yana aşqazan deymiz, o't deymiz, böğrek deymiz, har xil yuqori qon besim, har xil shu diabet kasalligi, o'pkadagi har xil yuqumlanish qatorliq kasalliklarni o'sha tiniqib turayotgan ahvolni keltirib qo'ydi. Shunga o'zingizda dadi kasal borligini cho'qim ayirib, shuningga asosan shu azoni davolasangiz, eg'iz purash tamoman yo'qolib ketadi. Lekin buning eng oldingi sharti yana tish cho'tkalash.